Ijtimoiy soha obyektlari, fuqarolar xonadonlari, savdo komplekslarida xavfsizlik madaniyatini yanada oshirish, mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlash choralari Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan Uchtepa tumanida xuddi shu mavzudagi targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 1-sonli qarori ijrosini ta'minlash hamda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati boshchiligida qator hamkor tashkilotlar mas'ullari ishtirokida Uchtepa tumanida ularning ijrosiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Shu kunlarda tumandagi barcha mahallalar, xususan Tinchlikobod, Nayman, Farhod, Nurobod kabi mahallalardagi xonadonlar, savdo komplekslari, ijtimoiy soha obyektlarida xavfsizlik madaniyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi tadbirlar aholi xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlarning oldini olish, poytaxtimizning yirik savdo komplekslarida turli huquqbuzarliklarning, favqulodda vaziyatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ayni yo'nalishdagi ishlar Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi jamoasi tomonidan poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham olib borilmoqda.